Yo xudoyim, ular buncha ko'p. Jihon, sen mashhur bo'lib ketding. Hoy, buni qaranglar. Yangi yulduz kashf etildi. Endi sen bilan hamma agentlik qiziqib boshlaydi. Qay birini tanlaysan? Bilmadim, menga qiziq emas. Hoy, undan ko'ra yuzingni menga ber. Undan o'zim yaxshi foydalanaman. Hoy, sening hattoki katta rasmingni ham o'g'irlashibdi. Bu senmi? Jihon, menga imzo qo'yib ber. Axir men sinfdoshingman, unday qilma. Menga ham Jihon. Jihon yana ham mashhurroq bo'ladi. Voy, ular maktabga borishmaydimi? Xo'sh, bugun nima qilmoqchisan? Men sizlar bilan bora olmasam kerak. Guhi, men birinchi bo'lib ketaman. Telefonimga ko'p qo'ng'iroq kelgani uchun uni o'chirib qo'ydim. Men senga keyinroq qo'ng'iroq qilaman. Yaxshi, xayr. Mashinaga chiq. Ulardan o'tib ketganimizdan keyin tushishing mumkin. Jihon, bo'la qolsang-chi. Yura, men seni qiziqtiryapmanmi? Xo'sh, hammasi oson bo'lsa, bu qiziq emas. Lekin haddan oshib ketma. Agar shunday davom etsang, qiziqarli bo'lmaydi. Sening miyang biroz boshqachami deyman? Men senga necha marta aytdim, lekin sen tushunmayapsan. Nima? Sen jiddiy gapiryapsanmi? Xo'sh, nega? Yuzing. Mening oshqozonim zaif. Shuning uchun o'zim yoqtirmaydigan narsalarga qarashga dosh bera olmayman. Nima? Hozirgina nima deding? Agar xaraktering yaxshi bo'lganda bunga chidashim mumkin edi. Lekin sening xaraktering ham yomon. Uzr so'rayman. Xunuk odamga xunuk deb aytmasligim kerak edi. Iltimos, meni boshqa bezovta qilma. Jihon, men seni oldimda tiz cho'ktiraman. Oldimda ko'z yosh to'kasan. Nega SMS yozish o'rniga qo'ng'iroq qilyapsan? Hoy, biz muammoga duch keldik. Internetni qara. O'rta maktab modelining hayratlanarli shaxsiy hayoti. Bu Jihonmi? Bo'lishi mumkin emas. Siz qo'ng'iroq qilayotgan abonent xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. Kechirasan, sen shu yerda o'qiysanmi? 7-sinfdagi Shinjihonni taniysanmi?
Ha, biz bir sinfdamiz. Rostdanmi? Unda sen uni yaxshi bilishing kerak. Jihon maktabda qanday? Nima? Aytmoqchimanki, u aslida qanday? Haqiqiy hayotda uning boshqachaligi haqida xabarlar bor. Biz sening shaxsing haqida hech kimga aytmaymiz. Xonim, siz roman yozyapsizmi? Hammasi bema'ni gaplar. Yo'limdan qoching. To'xta. Salom. Jihon haqida bilasanmi? Ha, rostdanmi? Jihon nima qildi? Bo'lishi mumkin emas. Lekin bu Photoshopga o'xshamaydi. Hozirgi kunda ko'plab bolalar ichadi ham, chekadi ham. Axir bu Jihonga ham mumkin-ku. Lekin Jihon Hoy, jim bo'l. Jihon haqida yana bir narsa aytsang, keyin xafa bo'lasan. Unga nima bo'ldi? U nima bizni o'ldirmoqchimi? Jihon qanday? U uyda. Uning oilasi ham bu xabardan xafa bo'lsa kerak. Uniforma kompaniyasi ularni zararni qoplash uchun sudga berishi mumkin. Shuning uchun bu qiyin vaziyat. Mishmishlar sabablimi? Axir bu yolg'on-ku. Bilmadim, bu shartnoma shartlarining bir qismi. Biz nima qilsak ekan? Vaziyat yomonlashmasidan oldin tuzatishimiz kerak. Bunga qarshi chora ko'rmasak, bu haqiqat deb hisoblanadi. Xuddi Envu aka ishi kabi. Nima qilishimiz mumkin? Lekin bu g'alatiday tuyulmayaptimi? Jihon mashhurlikka erishdi, lekin u hali ham o'rta maktab o'quvchisi. Bir kechada shuncha g'alati sharhlar qo'yilishi g'alati. Sen to'g'ri aytyapsan. Bu ishda kimningdir qo'li bor. Va bu surat Jihon hech qachon bunday qilmagan. Buni kim qilgan bo'lishi mumkin? Bu Photoshop emas, men buni tekshirdim. Men bu rasmni avvalroq qayerdadir ko'rgandayman. To'xta, bu emasmi? Shunday, ular buni asl fotosuratdan kesib olishgan. Demak, asl fotosurat. Lekin kim bunday qilishi mumkin? Fotosuratni birinchi bo'lib yuklagan odam bor. Ammo ularning qilayotgan ishi juda ahmoqlik. U xuddi axlat kabi. U qizlarning ustidan kulardi. Nima qilishimiz kerak? Avval biz tushuntirishimiz kerak. Keyin barcha yomon sharhlarni yig'ib, ularni kim yozganini aniqlaymiz. Biz ularni sudga beramiz. Nega u g'alati? Xuddi o'g'irlikda qo'lga tushgandek. Hozir chiqib ketgan qiz qayerda o'tirdi? Menimcha u yerda. Nima bo'ldi? Biroz kutib tur. Menimcha yomon sharhlarni u yozgan. Nanki, bu sen to'g'rimi? Men nima qildim? Jihon haqida mishmishlarni sen tarqatgansan. Qanday qilib Jihonga buni ravo ko'rding? Daliling bormi? Men buni qilganimga isboting bormi? Menda sen yozgan hamma narsaning skrinchotlari bor. Men bular orqali sen haqingda xabar berishim mumkin. Shunday ekan tan ol va kechirim so'ra. Men xohlamayman. Nima? Mayli, xabar ber, davom et. Ko'ramiz kim ko'proq yo'qotishlarga duchor bo'ladi.